Assalomu alaykum hurmatli Mustang jamoasi kuzatib turgan obunachilarimiz. Bugun 2-oktyabr 2025-yil xabarlar bor. Kecha 1-oktyabr aziz va muqaddas bo'lgan o'qituvchi murabbiylar kuni bo'ldi, bayram bo'ldi. Shunga bir onaxon ustozimiz bor ekanlar. Shu aksiyamizni eshitib, o'sha drabilka jo'natib bering deyishgandi. Marg'ilonga chiqarib yuboryapmiz. Xudo xolasa, mana shunaqangi drabilkalar, donni changitmasdan maydaladigan drabilkalar kimga kerak bo'lsa, O'zbekiston bo'yicha viloyat shahar markazlariga dastavkalarimiz teki. Kecha bir kunlik aksiyamizda xudo xolasa Marg'ilon, Qashqadaryo, Surxondaryo, Hazorasplargacha chiqardik. Xudo xolasa ularda ham videolari bor, ertaga qo'yib beramiz. Kimga shunaqa drabilkalar kerak bo'lsa, mana shu nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Navbatdagi universal granulatorimiz xudo xolasa Buxoroga, Romitonga chiqib ketyapti. Soatiga 50-60 kilo chiqaradigan Moskva zadnimosli 4 kilovatli motor bilan jihozlangan. Hop, hozirgi kundagi narxi 8 million so'm. O'zbekiston bo'yicha viloyat shahar markazlariga dastavkalarimiz tekin. Kimga shunaqa granulatorlar kerak bo'lsa, Qo'qon shahar 4-avtobazdan chiqamiz.